Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. FIFA U17 Jahon chempionatining guruh bosqichi ham o'z yakuniga yetdi. Quvonarlisi o'z guruhida 2 g'alaba va 1 mag'lubiyat bilan 6 ochko to'plagan o'smirlarimiz 1/16 final bosqichiga yo'l oldi. Barcha jamoalar ushbu bosqichdagi o'z raqiblarini bilib oldi. 1/16 final bosqichidagi juftliklar Argentina, Meksika, Portugaliya, Belgiya, Shvetsariya, Misr, Irlandiya, Kanada, AQSh, Marokash, Zambiya, Mali, Braziliya, Paragvay, Fransiya, Kolumbiya, Avstriya, Tunis, Janubiy Koreya, Angliya, Venesuela, Shimoliy Koreya, Yaponiya, Afrika, Italiya, Chexiya, Xorvatiya, O'zbekiston, Senegal, Uganda, Germaniya, Burkina Faso 1/16 final uchrashuvlari 14 hamda 15 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekiston U17 terma jamoasining Xorvatiyaga qarshi uchrashuvi 15 noyabr kuni soat 20:45 da start oladi. Ushbu uchrashuvda ham terma jamoamizga omad va g'alaba tilab qolamiz. Al-Ayn, abadiy meros, cheksiz go'zallik. Birlashgan Arab Amirliklari noyabr oyida sizni kutib oladi. Misr, Eron, O'zbekiston, Cabo Verde. Jahon chempionatining 4 nafar ishtirokchisi. Dunyo darajasidagi yulduzlar Al-Ayn xalqaro kubogida bellashadi. 13 noyabrdan 18 noyabrgacha G'azza bin Zayd o'yingohida terma jamoamiz uchrashuvlarini tomosha qilamiz.